kimni kutyapmiz? Hozir keladi. Mana keldi. Qalaysan? Yaxshi. Qalaysan, Xadicha? Yaxshi. Ha, tog'angga kelin topishga chiqdinglarmi? Bizi ko'cha-ko'ylarda, parklarda, qalang'i qasang'i qizlarni qidirmaymiz. Biz saroyda malika qidiramiz. Ha? Men bo'lmaymanmi? Sizdan borasiz. Uyda kimdir xizmatkor bo'lish kerak-ku. Lekin xizmatkorga yomon tortyapsiz. Hadicha, bu xizmatkor degani ish qilishni bilish kerak. Bu ish qilishni bilmaydi-ku. To'g'ri aytasiz, tog'a. Sen kichkina, ko'p gapirayotgan sezasizmi? Voy. Hozir qulog'ingni ilib qo'yaman. Men qarab turamanmi? Bolajonlar, bo'ldi. Bugun sizlarni bayraminglar. Men sizlarni hozir ikkalanglarni ham aylantirib kelaman. Xo'pmi? Aylanamizmi? Ketdik. Tog'a, sizga uylanmoqchimisiz? Tetski-yu bu. Sen meni ko'zim bilan qaragin, Hadicha. Ko'zingizni sira bosganmi? Yo'q, men seni o'yladim. Nimaga? Ertaga bu uyimizga kelin bo'lib kelsa, senga mazza billa o'ynab yurasizlar. Ha, meni g'iybatim qosizlarmi? Ha, bo'ldimi, mazza qildingizmi? Yo'q, qornim ochdi. Tog'a, ukamma kasasi bor, beraymi? Ber shunga, mazza qilib yesin. Tog'ang bilan o'zing shu kashini, xo'pmi? Urishmaylar, bo'ldi. Ketdi, ayoqda karusel bor. O'shanda uchamiz. Bo'ldi, men bormayman. Voy, Yuring endi arazlamang. yur. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kirish nechi pul ekan? Kattalarga 30 ming, kichkinalarga 15 ming. Men o'zimga 30 ming to'lasam, mamikalasiga ham 30 ming to'lasam bo'ldi ekanda. Yo'q, bular katta-ku. Yo'q, bu katta emas. Ko'rinishi katta, miyasi kichkina bo'lib yotibdi. Kichamdi. Mana shu qizimizni kirgizamiz. Ha, sal qiz. Tog'amga sekinroq qarang. Ishing bo'lmasin seni kichkina. Zamisiz bo'lmasin. Uf, charchadim. Ey, kichkina, tog'angga ayt, u bu joyga ovqatlanishga olib borsin. Tog'a, O, sevgili ispan akasi qo'li puliga, Faysam teysi puliga o'xshagan. Voy kichkina, bir katta qilib qo'yganga o'xshaydi-ey. men sizlarni hozir boshqa joyga olib boraman. Qayerga boramiz? Bizni bilmadim-ku. Biz bog'chaga tashlab ketamiz.